Rustam Hamidovga qanaqa unvon bergan bo'lardingiz? O'sha ikkita kolonkani orasida 3 soat 4 soat turib qo'shiq aytish juda ham azob. Hozir to'ylarimizdan nima qoldi? Eng asosiy doira qoldi. Taxminan aka necha mingta xonadonda xizmatda bo'lgansiz taxminan? Bitta xonadonda 12-13 marta xizmat qilganman. Opa. Allohga shukr yozaman deb boshlaganimda 600 ta kitob yozganman degan ekan. Faqat shukr qilib. Wow. 600 ta kitob yozgan ekan. Boshqa millat qo'shiqlarini xato aytsak bizga kechirimli, lekin buxorocha qo'shiqni Aka nimadan qo'rqasiz? ota-onamga xizmat qilishga ulguray deyman. Qiladigan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimiz, bir kishiga qiladigan yaxshiliklarimiz qanday inson edi deganlarda yaxshi inson edi degan shu gap xolisa.